Nimaga Yaponiyada hamma narsa juda tartibli bilasizmi? Hatto axlat ham ko'chada yo'q. Poyezdlar kechiksa, odamlar uzr so'raydi. Ko'chada minglab odamlar bo'lsa ham shovqin kam. Va buni sababi politsiya emas, sababi kameralar ham emas. Bu narsani ildisi ancha chuqur. Birinchi sabab bu madaniyat. Yaponiyada bolalarni yoshligidan tartibga o'rgatishadi. Masalan, ko'p maktablarda farrosh deyarli bo'lmaydi. O'quvchilar o'zlarining sinfini o'zi tozalaydi. Polni artadi, stollarni yig'ishtiradi. Bu jazo emas, bu ularga bitta fikrni o'rgatadi. O'tirgan joyingni yig'ishtirib ket. Masalan, Yaponiyada sport musobaqalaridan keyin ham muxlislar stadionini tozalab ketgani bilan mashhur. 2018-yil futbol mundialida ham Yapon muxlislari o'z sektorini yig'ishtirib ketgandi. Ikkinchi sabab uyat hissi. Yaponiyada boshqalarga noqulaylik yaratish juda uyat hisoblanadi. Telefonni transportda baland gapirib ishlatish, navbatni buzish, ko'chada axlat tashash. Ko'pchilik bunga yomon qaraydi. Shu sabab odamlar qoidaga politsiyadan qo'rqib emas, jamiyat fikridan uyalib amal qiladi. Uchinchi sabab vaqtga hurmat. Yaponiyada kech qolish oddiy holat emas. Masalan, poyezd 1 daqiqa kech qolsa ham ba'zida rasmiy uzr so'raladi. Shinkansen Skarasnoy poyezdlari bo'lsa dunyodagi eng aniq sistemalardan biri. Ba'zi yillarda o'rtacha kech qolish 1 daqiqadan ham kam bo'lgan. Tasavvur qiling, 1 daqiqa kech qolish ham muammo hisoblanadi. To'rtinchi sabab hamma tartibli bo'lgani uchun boshqalar ham undan qolmaslikka harakat qiladi. Ko'chada hech kim axlat tashamasa, siz ham tashagingiz kelmaydi. Hamma navbat kutsa, siz ham kutasiz. Ya'ni tartib odamdan odamga yuqadi. Yaponiyada tartib bu nazorat emas. Bu odamlarning ichki odati. Ular ko'chalarni toza ushlaydi, chunki bu ularning shahari. Qoidaga amal qiladi, chunki bu boshqalarga hurmat. Shu uchun u yoqda tartib bor, chunki har bir odam tarbiyani o'zidan boshlaydi. Savol bo'lsa bitta: agar biz ham shunaqa yashasak, bizning shaharlar qanaqa bo'lardi?